albatta obod qiladilar Allohning masjidini. Man omana billoh, Allohga iymon keltirganlar. Masjid uchun harakat qilishlik, masjidni obod qilishlikda qatnashishlik, qurilishda qo'lidan kelganicha hissasini qo'shishlik bandani qalbidagi iymonini kafolati, alomati. Mazkur oyat karimani guvohligi bilan aytamiz bu narsani. Xudoy taolo aytayapti. Qalbida iymoni bor odam masjidda obod bo'lishligiga hissasini qo'shadi, qo'lidan kelgan sa'y harakatini qiladi bu borada. Eng katta baxt bu dunyoda iymonimiz kafolatlanishligi. Masjidga qo'ldan kelgan hissasini qo'shayotganlar bilsinlarki, ular qalblaridagi iymonlarini bu dunyoning o'zida kafolatlayaptilar. Oyat karimani shahodati bilan. Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir hadisi muborakda kimiki masjidni g'amida yelib yugurib yurgan bo'lsa, uni iymoniga guvohlik bering deganlar. Oyatni mana hadis ikkalasini ma'nosi bir. Mana shu baho o'zi yetadi. Masjidga qo'lidan kelgan hissasini qo'shayotgan